Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz muxlislarimiz, bugun onaning rizoligi ila jannatga kirib olish haqida suhbatlashamiz azizlar. Ona rozi bo'lar ekan, ona farzandini haqqiga duo qilib turar ekan, demak u farzand inshaalloh jannatiylar qatoridan bo'ladi. Imom Buxoriyda rivoyat qilingan mashhur hadis bor. Qayta eshitsak ham nega yurakdan amal qila olmaymiz? Ya'ni Rasulimiz alayhi salatu vasallamdan "Men abarru, kimga yaxshilik qilay?" deb so'raganlarida onangga, yana onangga deb 3 marta onani aytganliklari va 4-chisida otangga deganliklari haqidagi hadisni hammamiz bilamiz-ku. Ona birinchi navbatda rozi qilishlikka loyiq zot ekanlar. Chunki butun hayotini, butun vujudini sizga bergan bu mujtbar ona keksayganda sizdan ozgina bo'lsa ham e'tibor kutadilar, mehr kutadilar. O'ylamang birodar, hech qachon onangiz sizni qiynalishingizni xohlamaydi. Agar onangiz "Bolam, meni qornim to'qda" deyotgan bo'lsa, yolg'on gapiryaptilar. Demak, onangizni qorni to'ymagan. Onajon sizga kiyim olib beraymi desangiz, onangiz bolam shuncha kiyimim bor-ku deyotgan bo'lsalar, demak onangiz sizni qiynalishingizni xohlamayaptilar. Ona shunday ulug' zot ekan, o'zingiz harakat qilib rizoligini oling. Qur'onda sura-i Maryamda shunday deydi: "Meni volidamga mehribon qildi va jabr sitam qilguvchi badbaxt qilmadi." Oyati karima Iso alayhisalomni o'z onasiga bo'lgan mehribonchiligi haqida ketyapti azizlar. Demak, payg'ambar alayhisalomdek zot onaga mehribonchilik qilishlikni o'rgatar ekan, biz ham bundan o'rnak olmoqligimiz kerak. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu davrlarida bo'lgan bir voqea, bir sahobaning hayoti bizga juda katta namuna. Modomiki bugun biz bu jannatga kirish haqida gaplashar ekanmiz, bu sahobani eslab o'tishimiz ayni muddao bo'lardi. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu ning davrlarida xurmo daraxti birdan qimmat bo'lib ketdi. Kichkinagina xurmo daraxti 1000 dirham bo'lib qoldi. 1000 dirham bu katta mablag'. Xurmo esa arab oilalarining asosiy daromadi, tirikchilik manbai hisoblanadi. Xurmosini yeydilar, sotadilar. O'sha davrda yashayotgan buyuk sahobalardan birlari Usoma radhiyallohu anhu ning uyida bir dona xurmosi bor edi. O'shundan tirikchilik qilar, hayotini o'tkazar edi. Bir kuni Usomaning onasi Usomaga qarab, "Bolam, mana jummor yegim kelyapti-da" deb qoldilar. Jummor bu xurmo daraxtining tanasini eng o'rtasida bo'lib, o'sha jummorni olishlik uchun xurmoni kesish kerak. Ya'ni bitta xurmodan ayrilish kerak. Usoma onasiga qarab, "Bu nima havas? Bu nima orzu onajon? O'zi uyda bir dona xurmoyingiz bo'lsa, hozir endi shuni kesib ichidan sizga jummorni olib beramanmi? Axir bolam chaqam bor, bana shundan tirishlik qilyapmiz, u qanday degan gap? Boshqa narsa yesangiz bo'lmaydimi?" degan gapni gapirmadi. Usoma nima qildi? Hatto onasidan 2-chi marta ham bu gapni eshitishlikka fursat bermadi. "Bolam, jummor yegim kelyapti" deyishi bilanoq, "Xo'p onajon" dedi. O'rlaridan turdi-da, hech ikkilanmasdan uyida yagona tirikchilik manbai bo'lgan xurmoni shundoq kesdi-da, uning orasidan jummorini chiqarib, "Mana onajon, yeng" dedi. Buni ko'rganlar hayron bo'lib, "Ey Usoma, bu nima qilganing? Axir onangga aytsang bo'lardi-ku, o'zi bir dona xurmo bo'lsa, bu ham 1000 dirhamlik xurmo, shuni kesib onangga shu jummorini olib berishing shartmidi?" degan gaplarni gapirgan edi. Usoma ularga qarab, "Nima deyapsizlar? Onamni jummor egalari kepti, men bir xurmoni kesib berdim. Allohga qasamki, agar menga onam Usoma joningni ber desa, ikkilanmasdan jonimni bergan bo'lardim" degan ekanlar. Ha azizlar, biz esa ba'zida onamiz nima yeyishini, nima istagi borligini ham so'ramaymiz. Har kuni ulfatchilikda, har kuni choyxonada ulfatlaringiz bilan mazza qilib oshxo'rlik qilayotganingizda, eng nodir, noyob taomlarni olib kelib bolangizni oldiga to'shab qo'yayotganingizda, ayolingizga termilib, "Onasi, nima xohlaysan? Hamma narsani senga muhayyo qilaman" deyotganingizda, uyingizni bir chekkasida o'tirgan mushtipar onangizga ham bir qarab qo'ying birodar. Yoki ukangiz bilan yoki akangiz bilan yashab, siz uyingizni alohida qilib chiqib ketgan bo'lsangiz, darvozaga termilib, "Bugun mana shu bolam ham meni oldimga kelarmikin" deb umidla darvoza tomonga tikilib turgan
onangizni ham eslab qo'ying. Jannatni xohlaysizmi? Unda boring shu darvozani oching. Jannatda payg'ambarimiz alayhissalom bilan birga suhbat qilishni xohlaysizmi? Onangiz bilan suhbat qiling hayotligida. Toki onangiz sizga bolam, ilohim jannatda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bilan birga bo'lgin deb duo qilsinlarki, onaning duosi mustajab. Qiyomatda Rasulimiz alayhissalatu vasallam bilan ko'rishganingizda onamning duosi bilan sizni oldingizga keldim, ey sarvari koinot deya oling. Afsuslar bo'lsin. Afsuslar bo'lsin. Onamizdan qachon xabar olganimizni ham bilmay qolamiz. Ramazon kirib chiqib ketyapti. Usoma onasiga bir dona xurmosini kesib jummor bergan ekan. Siz onangizga xurmo ko'tarib bordingizmi? Nima yegisi kelayotganini biror marta so'radingizmi? Internetda turli ovqatlarni ko'rsatib, o'rtoqlaringiz bilan tog'larda o'tirganingizda hammaga e'lon qilib internetga joylayotganingizda nahotki siz huzur qilib yeyayotgan taomingizdan onangizga ilinmadingiz? 10 daqiqalik maishat, do'stingizni ko'ynini olishingiz kerak-da. Onangiz aytsaki, bolam, bugun men bilan o'tirgin, bugun sen bilan taom yegim keldi desa, ona, do'stlarimga va'da qilib qo'yganman-da, to'g'ri tushuning deb aytasiz. Do'stlarni rozi qilishingiz kerak-da. Lekin Hasan al-Basri rahmatullohi alayhiga bir yigit bergan savoli bor. Uni eshiting-a. Hasan Basri rahmatullohi alayhi mo'min musulmonlarga dars halqalarini tashkil qilardilar. Qur'ondan, hadisdan dars o'tardilar. Mana shu halqada o'tirgan biri Hasan al-Basri rahmatullohi alayhiga savol berib qoldilar. Ey Abu Said dedilar. Men Qur'on halqasiga kelaman, ya'ni Qur'on ilmini o'rgangani shu yerda o'tiribman. Ammo onamning odatlari bor. Onam uyda ovqat qiladilarda, ovqatni yemasdan meni kutib o'tiradilar. Qaysinisini qilganim yaxshi? Onamni oldiga ovqatga bormasdan shu yerda darsda o'tirib, shu halqada bahramand bo'lganim men uchun durustmi? Yoki onamni oldiga borganimmi dedi. Tasavvur qiling azizlar, siz bilan biz hozir ulfatchilikdan kecha olmayapmiz, lekin bu yerdagi savol Qur'on darsidan bo'lyapti. Hasan al-Basri rahmatullohi alayhi unga shunday javob berdilar. Men uchun seni borib onang bilan birga taom yeyishliging nafl haj qilishligingdan yaxshiroq. Bir marta haj qilgan odamning bo'ynidan farzi ketadi, ikkinchisi nafl hisoblanadi. Sen yana bir marta hajga borib Baytulloh atrofida taof qilib labbaykani aytib Arafot va Minoda turganingdan ko'ra onang bilan taom yeyishliging menga yaxshiroq deb javob berdi-da azizlar. Onangiz bilan oxirgi marta qachon taom yeganingizni bir eslab qo'ying birodar. Ona bilan taom yeganimizda odatda doim shoshilamiz. Onangiz ertalab o'qishga ketasizmi, ishga ketasizmi, hatto siz oilalik bo'lsangiz ham sizni ertalab taomlanib chiqib ketishligingizdan tashvishda turadilar. Ba'zan esa shirin taomlar bo'lganda ona mehribon ekanda, o'sha taomdan ozgina olib bildirmasdan bu yoqqa qo'yib qo'yadi. Ikkita o'g'li bilan o'tirgan bo'lsa, uchinchisiga olib qo'yadi. Bu yoqdagilar sal jahllar qiladi. Ha, endi ko'chada yuribdi-da. Mayli, ko'chada yursa ham kelganda yeyar deydi ona bechora. O'sha bolamga olib qo'yatsam bu yerda turganlariga malol kelmasin deb o'zi yemasdan o'zini o'lishini olib qo'yadi. Siz esa kelib, bolam ovqat yeysanmi desa, ko'chada ovqatlanib keldim deysiz. Ko'ngil uchun birga o'tirib ovqatlanib qo'ymaysiz. Ha, onajon, yeyman, keling o'tiring. Ammo bitta shartim bor, birga yeysiz. Siz yesangiz men ham yeyman deb o'tirib, o'zingiz ozroq yeb, ko'prog'ini onangizga yegizsangiz edi, jannatga kirish yo'llarini ochgan bo'lardingiz. Ha azizlar, ona g'animat. Bugun biz siz bilan onaning rozi qilish va onaning duosi bilan jannatga kirish haqida gaplashar ekanmiz. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Bir kuni bir odam kelib mendan bir narsani so'radiki, butun vujudim titradi. Domla menga bir duo yozib bering dedilar. Qanday duo ekan dedim. Bir duo yozingki, shu duoni o'qib uxlasam tushimda onamni ko'ray dedilar. Onamni sog'indim. Juda sog'indim. Lekin ko'ra olmayapman. Hatto tushimda ham ko'ra olmayapman. Iltimos domla deb ko'zidan shunday yosh oqyaptiki, men unga qarab yig'layapman. Birodarim, u duoni men ham izlayotganlardanman. Lekin bugun onasi tirik bo'lganlar esa onani ko'rishdan bebahra. Azizlar, jannat sizga muborak bo'lsin agar onangizni rozi qilgan bo'lsangiz. Onasi hayotlar,
bugunoq onangiz bilan birga taomlaning. Bugunoq onangizni bag'ringizga bosing-da, uning hidlarini to'yib hidlang. Keyin topolmay qolasiz. Volidalarimizni Alloh rahmat qilsin. Joylarini jannatdan qilsin. Hayot bo'lib turganlarini esa salomat qilsin. Xonadonimizni ko'rki, duogo'yi bo'lsin. Barcha onalarimizni Alloh o'zi salomat aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.